Assalomu alaykum taqvo mebel kuzatuvchilar, sizlar bilan yana biz Jahon Mebel bozoridamiz. Kanalimizga yangilar, kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Hop, bu videolarimizni qo'yamiz, shohona o'ylarimizni yana bir bor qo'ymoqchimiz. Hop, videomizni yangilab qo'yish maqsadida kanalimizga yangilab obuna bo'lib, like bosinglar. Kim qaysi viloyatdan ko'ryapti yoki bo'lmasa kim qaysi respublikadan kuzatyapti, komment o'z fikringlar yozib qoldiringlar. Hamma yozilgan kommentlarga men o'zim shaxsan javob yozib qoldiraman. Hop, bo'lmasam biz video obzorimizni boshlaydik. Bo'lmasam Asadbek video obzorimizni boshladik. Obunachilarimiz bilan salomlashib olishingiz ham mumkin. Assalomu alaykum taqvo. Bugun yana obzorimizni shohona mebellarimiz har doimgidek. Hop, bu ukamizni ko'pchilik mijozlarimiz tanib ulgurdi, obunachilarimiz va Ugaloga ham xarid qildi. Qali vaqti yetib boryapti. Asadbek obunachilarimiz xursand bo'lyaptimi? Vaqti yetib boradi. Hamisha. Bo'ldi, rahmat. Undan qaysi biridan boshlaymiz? Bunisidan boshlaylik, materialimiz yangi kelib qolgan ekan. Adashmasam shuni material yangi ekan. Ha. Xo'p. Razmerlarini qisqa aytib qo'yamiz. 3,5 ga 2,5 joyga tushadi. Aha. Stolimiz razmer bu 80 ga 80 stol. 3 ta pufi bo'ladi har doimgidek. 2 ta yumaloq yostiq, 3 ta to'rtburchak yostiqimiz bo'ladi. Xo'p. Keyin bu narsamizni ham bitta ko'rsatib o'ting. Bu narsamiz ko'pchilik so'rayapti, buni ustida ko'rgan odamlar bonus deb o'ylayapti. Bonus emas. Buni 250 ming so'm alohida bizga qo'yib ketishadi. Sizning obunachilaringizdan istamashingizni bonus beramiz. Taqvo mebeldan chiqdi. Xo'p, agar ishonmaganlar uchun aytdi, telefon nomerini ham yozib qoldiribdi, mana shu to'shakchani o'zini egasining nomerini. Xo'p, xohlanglar telefon qilinglar, xohlanglar shu ekranda yozib nomerlar qoldiramiz. Ukamizga telefon qilsanglar, shu narxni ichida qilib bermoqchi. Xo'p, eng qizig'i narxi. Qilib bermoqchiman. Xo'p, men obunachilarimga Taqvo mebeldan chiqdim desa, xo'p, narxi qancha buni? Buni 8,5 million. Aha, har doimgidek. Har doimgidek narx o'zgarmaydi. O'zimiz Andijonchi bo'lib, dastlabkamiz bor. Xo'p, bu ukamiz birinchi qo'l, ko'pchilik taniydi. Xo'p, keyingisi bunisi ham narxi? Bunisi ham 8,5 million. Xuddi shuni bir xil boshqa razmer svetga materiali bor. Razmerini bitta aytib qo'ying buni. 3,5 ga 2,5, xuddi shunaqa 180 ga 80 stol. 3 ta bufi. Xo'p, ko'rishlar mumkin. 3 ta qo'lboshqa yostiq. Xo'p. Bunisiga o'tadigan bo'lsak, Bunimiz yangi kreslorimiz. aha. Bunimiz yangilik, menimcha oldik buni ham. Ha, buni ham obzorini qo'ydik. Xo'p, kanalimizga o'tib ko'rsanglar bo'laveradi. To'liq video obzorini ko'rmoqchi bo'lganlar, kanalimizda videolari bor. Bemalol o'tib ko'rishlar mumkin. Bu 3D formatda ishlangan bunimiz. Aha. 4D formatda. Bular 3D, bular 4D. Yo'q, nima bu? Bunimiz 2D format. Hozir ko'pchilik bu 4D desa 3D 4D desa tushunmayapti. Aha. Bu 2 qavat MDF ga 1 qavat o'yladi. Aha. 2D deyiladi. O'zi aytilmaydi o'zi. Biz aytib qo'yapmiz. 2D format. Bu 3D formatda 3 qavat MDF bo'ladi. Ha, 3 qavat MDF. Qalinligini ko'rsatib qo'ysiz bo'ladi mana bu yerlarni. Bu 3 qavat MDF 3D formatda o'yladi. Aha. Aslanni ko'rsatib ko'ramiz. Keyin hali ko'pchilik telefon qilyapti. U bilan buni qanaqa farqi bor deyapti mana. Bu modelni buni bitta ko'rsatib. Bonilar qancha ekan? Bularimiz 11,5 million. Buni ko'rsating bitta bunimiz. Aha. 3D format ishlangan 3 qavat MDF. Bunimiz 2D format ishlangan 2 qavat MDF bo'ladi. Farqi nimada? Ko'rinishi bir xil deyapti. Asli buni 17 soatda tayyor bo'ladi. Gulini o'yishini o'zi. Bunisi ham aytib o'taylik bitta, kimgadir qiziq, kimgadir bo'ladigani 10 million qo'yamiz. Savdoda ustida turibmiz mana. Xo'p, oxirgi narxi Ko'ringlar oxirgi. qancha dedingiz buni? Buni 10 million qo'yamiz. Aha, xo'p. Ya, Taqvo mebeldan chiqdim deydigan bo'lsa, lekin sizga aytganimda shu bonusimi. 150 ming so'm siz bonusingiz. aha, xo'p. Xohlaganlar qo'shib olsin, xohlaganlarga 250 ming so'm o'tib beradi. Shunaqami? Boshqa viloyatdan chiqqan odamlar bo'lsa, misol 250 ming so'm o'zanaligini yo'l kirasiga yordam beradi. Aha. Xo'p. Xohlaganlar olsin, bu to'shakchasini xohlaganlar 250 ming so'm o'tib beradi, yo'l kirasiga yordam bo'lib qoladi. Yordam bo'lib qoladi. Misol 500 ming so'mga Navoiyga chiqib ketadigan bo'lsa, 250 ming so'mga o'zimiz chiqamiz. Aha. Xo'p, bo'lmasa Asadbek qisqacha obzor qildik. Videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Xo'p, Musa Asadbek sizga ham kattakon rahmat. Agar Taqvo mebeldan chiqdim deydigan bo'lsa, bu 8,5 million so'mdan ham o'tib berasiz. Bonusi bor, yetadi. Xo'p, rahmat. Agar kimga videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, skidka qilib. Xo'p, bularda yog'ochlari sasina ichlari.
3% saslangan bor. Bir qarashdan teri ishlatilmagan o'zi ishxonamizni ham bir obzor qilishni Ha, unda xohlasa vaqt qilib o'tamiz ishxonalarga. Ishxonamizda bir qarashdan teri yog'och bor-da, 3% saslan, o'sha nimalar chiqqanidan beri saslan boshlanadi. Unda xohlasa videolarimizga kuzatib borib tursanglar, sexga ham o'tib video obzorlarini qo'yib o'tamiz. Buning uchun kommentga yozib qoldirishlarni kutib qolamiz. Rahmat hammanglarga. Asadbek, sizga ham katta rahmat.